T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. And ignition and liftoff of Ares 1X. Birinchi xayolparastlar. Biz raketalarda parvoz qilishdan avval ularni tafakkur hamda orzu qilishimiz kerak edi va biz shunday qilganmiz ham. Kosmik parvozlar tarixi muhandislar yoki kosmonavtlardan emas, balki xayolparastlardan boshlanadi. 1903-yilda raketa tenglamasi, ya'ni Yerning tortishish kuchini yengishning matematik sxemasini oddiy bir maktab o'qituvchisi Konstantin Tsiolkovskiy ismli inson yozadi. Tsiolkovskiy o'zi hech qachon raketa yasashga qo'l urmagan, ammo uning g'oyalari olovni alangalatgan uchqun bo'ldi. Uning shunday bir mashhur iqtibosi bor: Yer insoniyat beshigi, ammo hech kim beshikda abadiy yashay olmaydi. Keyinchalik bu orzularni amerikalik fizik Robert Goddard haqiqatga aylantiradi. 1926-yilda u atrofda hech kimsa yo'q Massachusets maydonida suyuq yoqilg'ida ishlaydigan dunyodagi birinchi raketani uchiradi. U bor yo'g'i 2,5 soniya uchib, 12,5 metr balandlikka ko'tariladi. Ammo bu insoniyat uchun ulkan g'alaba edi. Goddardga hayotligida oson bo'lmaydi. U mazaxlarga uchraydi. Uni ustidan kulishadi. Ammo uning ishi keyingi har bir qurilgan raketa uchun poydevor yaratdi. At the height of the Cold War, the US and Soviet Union are locked in a nuclear standoff. Sovuq urush va koinot poygasi. Sovuq urush raketa sanoati rivojlanishini shoshirib qo'ydi. Kosmik poyga shunchaki tadqiqot emas, balki dunyodagi ikki eng yirik davlat AQSh va Sovet ittifoqi o'rtasidagi raqobatda kuch sinashish uchun maydon edi. Hammasi 1957-yili 4-oktyabrda Sovetlar birinchi sun'iy yo'ldosh Sputnik 1ni uchirganida boshlanadi. 1958-yilda AQSh bunga NASAni tashkil etilishi bilan javob beradi va poyga avj olaveradi. Endigisida Sovetlar 1961-yilda o'z javobini berishadi. O'shanda Yuriy Gagarin koinotda parvoz qilgan birinchi odamga aylandi. Uning mashhur "Men Yerni ko'ryapman, u juda go'zal" degan so'zlari biz ko'pincha qadriga yetmaydigan sayyoramiz qanchalar go'zal ekanligini bizga doim eslatib turishi kerak. AQSh uchun esa bu yana bir chaqiriq bo'ldi. Apollo dasturi va u bilan birga Saturn 5 raketasi yaratildi. Bu muhandislik mo'jizasi hali ham yaratilgan eng kuchli raketa unvoniga ega. Balandligi 363 fut va 7,5 million funt yerdan uzilish kuchiga ega bo'lgan Saturn 5 haqiqiy yirtqich edi. 1961-yil 16-iyulda u Neil Armstrong, Buzz Aldrin va Michael Collinslarni Oyga olib chiqadi. Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Shuttle davri. 1980-yillarga kelib, raketalar ancha rivojlandi. Birinchi Columbia kemasi 1981-yil 12-aprelda havoga ko'tariladi. Uning dizayni inqilobiy ahamiyatga ega, chunki u faqatgina qisman raketa, qisman esa uchoq edi. 30 yil davomida shuttlelar orbitaga astronavtlar, sun'iy yo'ldoshlar va hatto Hubble kosmik teleskopini olib chiqishga ulgurishdi. Ammo shuttlelar davri fojialardan xoli bo'lgani yo'q. 1986-yilda Challenger uchirilganidan atigi 73 soniya o'tib
portlab ketadi va 7 nafar astronavt hayotiga zomin bo'ldi. 1 minute 15 seconds. Velocity 2900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Bu kabi fojialar bizga koinotga parvoz qilish bu xamirdan qil sug'urish emasligini eslatadi. Koinotni zabt etish yo'limiz har doim xavf-xatarlar bilan to'la bo'lgan. Yangi kosmik davr, milliarderlar va boshqalar. Bugun biz nafaqat hukumatlar, balki xususiy kompaniyalar tomonidan boshqariladigan yangi kosmik asrda yashayapmiz. Elon Muskning SpaceX kompaniyasi, Jeff Bezosning Blue Origin yoki Richard Bransonning Virgin Galactic kompaniyalari raketasozlik sanoatini qaytadan kashf qilmoqda. SpaceX ushbu o'yinda inqilob yasadi. Muskning Falcon 9 raketasi birinchi bo'lib qayta qo'ngan ko'p martalik raketaga aylandi. Bu esa sanoat iqtisodi uchun juda foydali bo'lib, kosmik parvozlar narxini keskin pasayishiga xizmat qiladi. Ammo gap faqat texnologiyada emas, balki maqsadda hamdir. Muskning yakuniy maqsadi Marsni o'zlashtirish va SpaceXning Starship kemasi aynan mana shu rejani amalga oshirish uchun mo'ljallangan. Shu bilan birga Blue Origin koinotga chiqish imkoniyatini nafaqat astronavtlar, balki nisbatan kengroq omma uchun ham yaratishni maqsad qilgan. Boshqacha aytganda, koinot turizmi. Bu yangi davr koinotning xalqboplashuvi haqida bo'ladi. Xalqaro hamkorlik va xususiy kompaniyalar ishtirokida koinot global umuminsoniy hasharga aylanmoqda. Tadqiqotning abadiy alangasi. Raketalarda uchish nafaqat yangi cho'qqilarni zabt etish, balki imkoniyatlar chegarasini kengaytirish demakdir. Bunda bizga uchishga jur'at etgan xayolparastlar, bu orzularni haqiqatga aylantirgan muhandislar va ufq ortida nima borligini ko'rish uchun borini xavf ostiga qo'ygan sayohatchilar yordam berib kelishadi. Raketalar bu birinchi galda texnologiya degani emas. Bu biz insonlarning kelajak haqidagi orzu umidlarimiz ramzidir. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Shadow. 4 forward, drift into the right a little. 30 seconds. Forward, drift. Contact light. Okay, engine stop. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're going to be busy for a minute. Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of